Mana bugun Novqiron Narpay jamoasi yo'lga chiqdik. Bormiz yo'qmi? Durustga ko'taring. Nima bo'ldi buni? Jetkisiga qarang qancha. Bu jetkis emas bu. Ham qayerda jetkis tushunmasam mashina. Jetkis oq. Hamma narsani o'zini ustasi degan yaxshi-da. Ustoy ko'pday bir nima qo'ymay tushib. Birodar so'rak ustaxona bormi ekan? Ustoy so'rash. Hayır aka kelyapti. Akadan so'raymiz ustaxona. Hozir. So'g'im. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchayapsiz? Bu ustaxona yo'qmi aka? Yomon sovuq bo'ladi lekin. Bormi aka shuni? Bitta 500 metrdan keyin ustaxona bor aka. Mana aka mana shu yerda ustaxona bor. Bu ustaxona men bilaman. Ustaga zo'rmisiz? Sachmas. Aka bir qarab olingan, jetkisi oq ketgan, to'g'ri ishlamayapti. Bu video ko'rlasini kesdik. O'zimiz uchun aka. Babajon. Tak. Jiks kamayaptiki men ko'ray. Aka sizni qayerdadir ko'rgan mana shu Instagram sahifangizdan bo'lsa kerak a? Ha, Instagramga video qo'yib turamiz. Narpay sahifasida kun o'tkazyapmiz aka. O'sha Instagram sahifamizga agar obuna bo'lgan bo'lsangiz 100 dollarlik o'yinimiz bor edi-da. Men sizga podpiska bo'lganman, yaqinda ko'rdim videoingizni. Navqiron deb yozing chiqqan Navqiron. Mana aka. Aka. Xizmatlar qanaqa xizmatlar bo'lgan aka bu yerda? Tartibsizroq aytib yurmaysizlar, qaranglar. 100 ta shar bu. Har bitta 4 ta balon sotgan yoki bo'lmasam 2 ta yangi balon sotgan mijozimizni telefon nomerini yozib, nechta balon olganligini yozib, buncha tiqib yuramiz. Mana shu latatronimiz shariklarimiz to'lgandan keyin, ya'ni o'sha 100 ta odamga sotib bo'lganimizdan keyin, 2 ta yangi balon sotib olgan odamda g'olib bo'lsa, 3 ta ishtirokchini aniqlaymiz. 2 ta balon olgan odam chiqsa, unga 2 ta balon yana sovg'a qilamiz. Agar 4 ta balon olgan odam chiqsa, unga sovg'amiz 2 milliondan ziyod bo'lgan, pasti 200 dollarga yaqin sovg'amiz bu. Endi jonli efirda o'tkazasiz? Ha, jonli efirda o'tkazamiz. Yana latatronni ichidan olayotgan odam, xolis kuchidan ushlab olingan xolis odamlar hisoblanadi. Katta o'rinlar bu servisimizda bolalarni yangi qilganingizdan tashqari ustakamizda aytgan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin ekan. Bu yerda joylashuvi Katta O'ron Payshanba Razorat deydi. Razoratdan burilganingizda zo'r servis Master Boy deb yozilgan servis.